Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Inshaalloh hojilarimiz Makka mukarramaga yetib borishdi. Har bir musulmon kishini umri davomida haj qilish orzusi. Agarda siz orzu qilayotgan bo'lsangiz, ko'proq talbiya eting. Allohdan so'rang. Inshaalloh haj safari nasib qilmagan bo'lsa, umra safari 10-iyundan ochiladi Alloh nasib qilsa. Sizni umra safariga taklif qilib qolamiz. Hamda haj amallarini umra safarida o'rganib olib, Xudo xohlasa 2027-yil hojilar qatorida tamattu hajlarini chiroyli ado etib kelamiz. Talbiyani ko'proq eting hamda Allohdan so'rang. Allohim, mana shu baytingga chaqir. O'zingni yaxshi ko'rgan bandalaringni qatorida qilgin deb har kuni Allohdan so'rang. Inshaalloh niyatlaringiz Allohim eshitadi. Hamda bu orzular orzuligicha qolmaydi. Hamda bu orzular osmonga chiqib inshaalloh ijobat bo'ladi. Allohim rozi bo'lsin. Inshaalloh Allohim tez kunlarda sizni o'z baytiga chaqirsin.